Sukunatdagi sir 9-qism. Qorong'ulikdan chiqayotgan siluet asta yorug'likka yaqinlashdi. Qadam tovushlari aniq, ishonchli. U qo'rquvni bilmaydigandek yurardi. Men nafasimni ichimga yutdim. Kimsiz dedim zo'rg'a. U yana qarsak chaldi. Juda yaxshi dedi u sokin, lekin sovuq ovozda. Hammasi aynan men kutgandek bo'ldi. Mohira tishlarini qisdi. Sen? Uning ovozida nafrat bor edi. Kamron ham birdan qotib qoldi. Bu imkonsiz. Rustam esa sekin orqaga chekindi. Yo'q, bu odam. Siluet nihoyat yorug'likka chiqdi. Men uni ko'rib, yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Sardor aka? Bu ism labimdan o'zi chiqib ketdi. Kamron pichirladi. U o'lgan edi. Sardor kuldi. O'lgan? Dedi kinoya bilan. Yo'q, Kamron. Men shunchaki yo'qolgan edim. Xona ichida yana og'ir sukunat. Men eslay boshladim. Sardor aka, Kamron va Rustamning eski tanishi. Hammasi boshlanishidan oldin yo'qolgan odam. Sen, dedim titrab. Bularning hammasini sen qildingmi? U yelkalarini qisdi. Qildingmi deganing bu tushuncha. Azini ham sen olib ketdingmi? Yo'q, dedi u xotirjam. U vaqtincha ko'chirdi. Bu o'g'irlash. Bu o'yin, dedi u keskin. Mohira oldinga chiqdi. Bu o'yin emas. Sen bizning hayotimizni buzib tashlading. Sardor unga tikildi. Sizlar allaqachon buzgan edingiz. Men faqat haqiqatni ochdim, dedi u. Har kim o'z niqobini tashladi. U barmoqlar bilan sanay boshladi. Kamron yolg'onchi, Rustam kechikkan qahramon. Sen, Mohira, qochuvchi. Keyin nigohim menga qadaldi. Va sen, Dilnoza. Yuragim siqildi. Men nima? U yaqinlashdi. Sen kalit. Nimaga kalit? U kuldi. Haqiqatga. Qaysi haqiqatga? Sardor bir zum jim turdi. Keyin juda sekin dedi. O'sha kechada nima bo'lganini hech kim to'liq bilmaydi. Men bilaman, dedi Kamron keskin. Men u yerda edim. Sen faqat o'zing ko'rganingni bilasan, dedi Sardor. Lekin hammasini emas. Rustam ham aralashdi. Men ham u yerga kelganman. Ha, dedi Sardor. Lekin sen kech qolding. Bu so'z yana o'sha dahshatli iborani eslatdi. Kech qolding. Men titrab ketdim. Unda, dedim sokin, hammasini kim biladi? Sardor to'xtadi. Hammamizga ham bir qaradi. Keyin barmog'i bilan o'sha ishora qildi. Biz hammamiz o'sha tomonga qaradik. Aziz. Bola qo'rqib turardi. Men, dedi u yig'lab. Sardor bosh irg'adi. Ha, kichkina guvoh. U bola, dedi g'azab bilan. Uni tinch qo'y. Yo'q, dedi Sardor. Aynan u hal qiladi. Nimani? Sardor sekin dedi. Kim aybdorligini? Xona ichida yuraklar urush eshitilgandek bo'ldi. Men Azizga qaradim. Aziz, dedim. Qo'rqma, faqat rostini ayt. Bola ko'z yoshlarini artdi va atrofga qaradi. Onasiga, Rustamga, Kamronga va oxiri menga. Uning lablari titrab boshladi. O'sha kechasi, dedi u sekin, hamma baqirardi. Keyin chiroq o'chdi. Yuragim tez ura boshladi va Aziz ko'zlarini mahkam yumdi. Keyin kimdir yiqildi. Nafasim ichimda qoldi. Kim? Bola asta ko'zlarini ochdi va barmog'i bilan ko'rsatdi. To'g'ri, menga. Sen? Dunyo boshimga qulagandek bo'ldi. Yo'q, dedim pichirlab. Yo'q, bu noto'g'ri. Aziz yig'lab yubordi. Sen uni itargansan. Xona ichida sukunat. Men orqaga chekindim. Qo'llarim titrab boshladi. Men eslolmayapman. Sardorning ovozi yana yangradi. Endi eslaysan. Tasvirlar birdan aniq bo'lib ketdi. Qorong'u xona, Mohira, bahs, qadam va qo'lim titrashi. Men qotib qoldim. Ko'zlarimda yosh oqdi. Men, dedim sinib. Men buni xohlamagandim. Mohira menga tikilib turardi. Tirik, lekin ko'zlarida og'riq. Kamron esa pichirladi. Demak, hammasi Rustam boshini egdi. Sardor esa sekin, nihoyat, u qo'llarini yozdi. Keyin o'yin tugadi. Lekin ichimda bir savol hali ham yonardi. Endi kim jazolanadi? Xona
Xona ichida yana og'ir sukunat cho'kdi. Hech kim gapirmadi. Hammasi nigohlari menga. Men esa o'zimdan qocholmay qolgandim. Qo'llarim hanuz titrardi. Men, dedim zo'rg'a, men uni o'ldirmaganman. Mohira sekin gapirdi. Yo'q, hamma unga qaradi. Sen meni o'ldirmading, dedi u. Lekin o'sha kechada hammasi o'zgardi. Ko'zlarim yoshga to'ldi. Men seni yitirganimdan keyin men yiqildim, dedi u davom etib. Boshimni urdim, hushimdan ketdim. Rustam tishlarini qisdi. Men kelganimda u yer qon bor edi. Kamron asta qo'shdi. Men esa hushsiz ko'rdim. Va men boshimni ushladim. Keyinchi? Va shu jimlik hammasidan qo'rqinchliroq edi. Va Mohira asta, keyin u keldi. Hammamiz birdan Sardorga qaradik. U esa sokin turardi. Ha, u xotirjam. Men keldim. Nega, dedim g'azab bilan. Nega bularning hammasini qilding? Sardor bir qadam oldinga chiqdi. Chunki sizlardan biringiz haqiqatni yashirdi. Kim, dedi Kamron. Sardor sekin kulib, hammangiz. Sen, Kamron, aziz kimligini yashirding. Sen, Rustam, kechikding va hammasini boshqalarga tashlading. Sen, Mohira, qochding. Va sen esa, Dilnoza, u menga tikildi. Sen o'zingni aybsiz qilib ko'rsatding. Ko'zlarimni yumdim. Bu gaplar yuragimni teshib o'tgandek bo'ldi. Men qo'rqdim, dedim past ovozda. Mohira sekin bosh irg'adi. Men ham qo'rqdim. Aziz asta o'rnidan turardi. Onajon? Mohira darrov unga yugurib borib va quchoqlab oldi. Bola yig'lab yubordi. Seni sog'indim. Men ham, dedi Mohira ko'z yosh bilan. Bu manzara ichimni ezib yubordi. Rustam ham asta yaqinlashdi. Ularning yonida to'xtadi. Ko'zlarida pushaymonlik. Kamron esa joyida qotib qoldi. U hamma narsani yo'qotgandek. Va men asta dedim. Endi nima bo'ladi? Sardor javob berdi. Endi haqiqat bor. Va har kim o'z javobgarligini oladi. Men chuqur nafas oldim. Men tayyorman. Va hamma menga qaradi. Men o'sha kechada qilganimni tan olaman. Va Kamron keskin, yo'q, bu tasodif edi. Farqi yo'q, dedim. Men qochganman. Men jim turganman. Rustam sekin bosh irg'adi. Men ham aybdorman. Mohira esa, biz hammamiz. Sardor bir lahza ularni kuzatdi. Keyin ilk bor uning yuzidagi sovuqlik biroz yumshadi. Demak, sizlar tushundingiz. Bu uchun odamlarni o'g'irlash shartmidi? Dedim achchiq bilan. U yelkasini qisdi. Ba'zan haqiqatni chiqarish uchun zarba kerak bo'lardi. Men bosh chayqadim. Bu o'yin emas. Endi yo'q, dedi u. Keyin orqaga burildi. Mening ishim tugadi. To'xta, dedim. Sen shunchaki ketib qolasanmi? U to'xtadi, lekin o'girilmadi. Sizlar endi o'zingiz bilan yashaysiz. Senchi? U asta, men allaqachon jazomni olganman va qorong'ulik ichiga kirib ketgan, g'oyib bo'ldi. Xona yana jim bo'lib qoldi. Men atrofga qaradim. Mohira tirik, Aziz xavfsiz, Rustam yonida, Kamron sinib qolgan va men nihoyat haqiqat bilan yolg'iz qolganman. Sekin, balki bu oxiri emasdir. Mohira menga qaradi. Yo'q, dedi u. Bu boshlanishi. Men bosh irg'adim. Chunki endi qiyin qism boshlanayotgan edi. Ya'ni haqiqat bilan yashash.